Topinglarchi, men qaydaman? Ey, Vega ostanovkasining ro'barasida Bobo brendining yana bir do'koni, aksiya kiyimlar do'koni bor. Keting! Voy. Ya, bunaqasi bo'lmaydi. Hozir. Ey, kiyinsang mana shunaqa modniy bo'lib kiyin. Bu kampirlar ham qaraydi-da keyin. Bu do'kon umuman boshqacha do'kon ekan. Chunki bu yerda kichkina navaramga ham, katta navaramga ham, undan katta o'g'limga ham kiyimlar bor ekan. 150 kilo yo'q, 200 kiloli akalarga ham bor kiyimlar. Voy joningdan, ey, bu oyoq kiyimlarning xilma-xilligini qara. Kuzga deysanmi, qishga deysanmi, hammasi bor. Hammasi 88 ming. Qara, jinsi shimam bor, trikoy ham bor, ko'ylak ham bor. Haligi bunga e'tibor bermanglar. U sovutgichi, shu yerni havoni sovutib beradi-da. Gapiraman desam, gap ko'p. Chunki bu yerda tovar ham ko'p. Kelish kerak, ko'rish kerak, olish kerak. 88 ming so'mdan. Ey, boboni gapi bitta. O'sha gap. Agar qimmat sotsa, qulog'ini kesaman.